Assalomu alaykum obunachilarimiz. Mana navbatdagi o'ta chiroyli haytik fason darvozamizni o'z o'rniga o'rnatib oldik. Bu darvozamizda manzillari va bunga ishlatilgan materiallari, kraskalarni qisqacha obzor qilsak. Adras aka, assalomu alaykum. Va alaykum. Jumsiz, charchamang. Ishlaringiz yaxshimi? Qimirlab turibsiz, darvozalar buyurib nasib qilsin aka. Bizga ham, sizga ham shunday darvozalar aka nasib qilsin. Bizga ham mana Allohga shukr so'raymiz doim har qanday narsa aka. Mana siz ham so'ragan ekansiz, Allohdan ozmi ko'pmi chiroyli darvozalar mana nasib qildi aka. Hop, bu darvozamiz aka ishonch bor ekanmi? Mana biz olib kelib qo'ydik aka darvozani. Bir aliga Qilmaganingizda qidirmasdim. O'shanda boshida gaplashganmiz o'shanga. Aha. Yaxshi jasashlar. Aha. Reklamada ko'rdim, yoqdi. O'shanga chaqirdim. Hamma yo'qlari nihoyatda chiroyli. Adras aka misol aliga aybi yo'q. Mana o'zlarining obunachilar ko'rishlari mumkin. Ranglari o'ta o'ziga yarashgan. Darvoza biriga biri o'xshabdimi yo o'xshamabdimi? Rasmdagidek. Birdek. Qandoq? Hech qayerda o'zgarish yo'q. Gap yo'q, mana o'zlarining ko'rishlari mumkin. Mana Abdulatif akam o'zi xonadonning egalari. Ranglari, nerjivenkalari, lazer gullari, adnalishkalari hammasi zamoqlarigacha aytilgan narsa qo'yildi, aytilgan narsa olib kelib joylandi o'shaga. Abdulatif aka bergan pulingizga rizo bo'ling aka. Yaxshilarga ochyapman. Yoshlarga boring, to'ylarda qiling, doim xizmat qilsin aka. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Agar yoqsa bir donada like aymasin degan bittamiz.